Mhm.
Nurday Batır akamiz 50 kundan aşık yardım qilib 40 ming rubl yardım qilayotgan ukalarimiz bor. Hammalarning otlarini hozir yozib berib kelgan. Endi Xudo ko'rib turibdi. 4-5 ta yigitimiz 40 ming, 30 ming, 29 minglab mana shu yo'lga yordam qilyapti. Mana shu ba'zi birlar mollarini beryapti, ba'zi birlar mana nafaqat Sultonoboddan, Paxtavodda ham mana shu holat. Katta pullarni yordam qilayotgan akalarimiz bor. Yangiobodlarda ham bor, o'zbekistonda hamma yerda yordam qilyapti. Men birinchi mayda ham ish ketyapti. Qancha duo qilsak, kam birodarlar. Shu musofirlikka borib 5000 kilometrni bosib, makaron sho'rva ichib, bir uyimizdagi bemalol yurmay qiyinchilik bilan ishlab turishga g'olib bo'lsa ham, mana shu yo'limiz toza bo'lib qolsin deb mulkini sarf qilayotgan akalarimiz bor. 40 ming rubl, 50 ming rublab sarf qilayotgan akalar bor. Mana nomlarini Xudo xolasa kelasi juma katta pullarni yordam qilganlarning nomlarini aytib o'tamiz inshaalloh. Bu juma shunday duo qilamiz, Alloh dunyo va oxiratlarni obod qilsin. Mana shu sababchi bo'lib, mana shu pullar berib va shu pullarni yig'amiz deb sabab bo'lib shu yerlarda yig'ayotgan Paxtavod bo'lsin, birinchi may bo'lsin, Sultonobod bo'lsin, Yangiobod bo'lsin, mana shu yerda boshqa bo'lib turgan ukalarimizni ham, akalarimizni ham Alloh o'zing himoyasida saqlasin. Va shu yerda ham mana bu ish ham o'z-o'zidan ketayotgan yo'q. Kunduz tunga ulab ko'chada yurgan akalarimiz bor. Kunduz tunga ulab traktor haydab, texnikalarni haydab, ko'chalarni sozlab, tekislayotgan texnikasi bor ukalarimiz, akalarimiz bor. Va 4-5 kishi mana shu ishning orqasidan boshqa ishni yig'ishtirib qo'yib, mana shunga berilgan akalarimiz, akalarimiz bor. Mana shu kishilarga ham alohida duo qilamiz. Allohning shijoat va g'ayrat bergin, tan sihatlik bergin. Mana shu el xalq uchun ko'cha soz bo'lib qolsin deb uydagi ishni tark qilib ko'chaga chiqib ketgan akalarimiz bor. Mana shu farzandlarning yaxshiligini ko'rsin, dunyo va oxiratini obod qilsin. Iymonlar bundan ham ziyoda bo'lsin inshaalloh. Mana shu musofirlikda yurib, mol-mulkni sarflab, mana shu dehamiz, jamoatimiz obod bo'lsin, jamoatimizning ko'chalari obod bo'lsin deb mol-mulkini berayotgan akalarimizga Alloh nimaiki yaxshi niyatlarga yetkazsin. Mana shu berayotgan mol dunyolar o'zlariga zahira, qiyomatda bu dunyoda o'zlariga foyda bo'lishini Alloh o'zi nasib etsin. Farzandlari ham o'zlariga o'xshagan inshaalloh kelajakda katta savob ishlarni qiladigan solih farzandlar bersin. Bu ishlarni qilayotgan akalarimizning ichida o'g'il farzand talablari ham bor ekan. Allohning xazina-i g'aybidan o'g'il farzandlarga farzandlar bersin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Inshaalloh katta boshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana birodarlar, Sultonobodga mana ikkinchi reysni ham olib ketyapti. Inshaalloh mana bu xursandmiz biz. Mana Xudo xohlasa dunyo bo'lsak, mana yana 20 tonnalik mashina ketyapti. Ana endi biz buni quysak inshaalloh buni borib aralashtirsak, yana 1-2 kunda Xudo xohlasa asfaltlarimiz tayyor bo'lsa, ana keyin sizlarning haligi hissalarimiz o'z yo'llarda ko'rinib boshlaydi. Shuning uchun kimki bir so'm sarflasa ham o'zi xursand bo'lsinki, men shu yo'lga hissa qo'shdim, menga Xudo taolo shuni nasib qilgan ekan deb shu bergan pulidan o'zi mamnun bo'lsin, xursand bo'lsin. Biz hech kimni bor kissasini tortib olganimiz yo'q. Har kim o'z ixtiyori bilan beryapti. Alloh rozi bo'lsin. Berganlar nimaga murodi bo'lsa, maqsadi bo'lsa, Alloh maqsadlariga yetkazsin. Kimki mol davlat talab bo'lsa, Xudo taolo o'zi o'ylagandan ziyodasini bersin. Kimki farzand talab bo'lsa, o'zi o'ylagandan yaxshi farzandlar bersin. Kim uylanmoqchi bo'lsa, o'zi o'ylagandan yaxshi kelinchaklarga yo'liqsin. Har kimning murod maqsadiga Alloh yetkazsin. Salomat bo'linglar, g'ayratingizdan Alloh maziddan bo'lsin. Mana shofyorimiz ketyapti. O'tgan marta birinchi marta bo'lgan edi, mana endi ikkinchi marta bo'ladi. Jalolning qalbiga. Ayrushni tomosha ko'radi. Gazgani. Bodi हामी boda khamsangi bina board में पड़े पास सुल्तानो बोदा हो यार बारो यो बोदो नहीं थी हो बोद बाता Mana moshina ketyapti. Hayır, salomat bo'linglar. Mana mazkur ketyapti.